İnsanın sağlığı birinchi o'rinda turadi deydilar axir. Shu to'g'ri, shu kasal odamlar yaxshi biladi buni. Sog'liq bu birda, farzand nol. Yaxshi xotin ham nol. Davlating ham nol. Obro' e'tiboring ham nol. Lekin chiroyli o'xshatish bor izimda. Sog'liqing birmi? Birini yanına bir nol qo'yamiz. O nolni adını yaxshi farzand deymiz. 10 bo'ldimi? Yine bir nol qo'yamiz. Navbatda keyingi nol yaxshi ayolada. Necha bo'ldi? 100 oldu. Yine bir nol qo'yamiz. Buni davlat deymiz, ha? 1000 bo'ldi. Yine bir nol qo'yamiz. Obro' e'tibor. 10 ming bo'ldimi? Eğer eldindeki bir bo'lmasa, qolgan nollar hech qanaqa qiymatga ega emasda. Shu sog'liq muhim dedi. Ilohim hammaga 10 ming bo'lib yurish nasib qilsin. Doğru. Sizga ham doim 10 ming bo'lib yuravering.